Har birimiz ota-onamiz orzusiyle dunyoga kelganmiz. Lekin kutilmagan, istalmagan, xohlanmagan, himoyasiz farzand edik. Men hamma kabi kerakli va taniqli inson bo'lmoqchi edim. Hayotga nisbatan qo'rquv, Ishonchsizlik, umidsizlik bizga hamroh edi. Biz boshqalarga o'xshamaydigan, hamma qo'li bilan ko'rsatadigan odamlarmiz. Ko'chada odamlarning boshqacha ko'z bilan qarashi menga yoqmaydi. Odamlar menga gapirishadi, lekin men uni eshitmayman. shundan so'ng Bolalikdan kimlargadir o'xshagim kelardi. Endi esa birinchi marta o'zimga, faqat o'zimga o'xshagim keldi. yaratilgan imkoniyatlardan Biz chempion bo'ldik. Men dunyoga bo'y cho'zdim. Men qo'rquvni yengdim. Men uyli bo'ldim. Men o'qituvchi bo'ldim. Men esa shifokor. Men mashinali bo'ldim. meni esa oltin medallarim bor. nihoyat onamni biz bilan g'ururlangan ko'zlarini ko'ra oldim. Biz imkonsiz edik. Lekin o'z zaminimizda imkon topdik. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi 2023-yil 1-iyunda tashkil etildi. Qisqa vaqt ichida og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash borasida keng ko'lamli va samarali ishlarni amalga oshirdi. Jumladan 253,2 ming nafar muhtoj shaxslar protez ortopediya moslamalari hamda reabilitatsiyaning turli texnik vositalari bilan ta'minlandi. 36,635 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar sport bilan muntazam shug'ullanishga jalb qilindi. 3239 nafar tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan shaxslar maxsus markazlarga joylashtirildi. Ularga 35 mingdan ortiq ijtimoiy, huquqiy va psixologik xizmatlar ko'rsatilib, to'liq reabilitatsiya jarayonlari tashkil etildi. Uy-joyga muhtoj 1950 nafar yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar turar joy bilan ta'minlanib, ularning mustaqil hayotga qadam qo'yishlari uchun zarur sharoitlar yaratildi.